Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan masaladir. Agar siz yoki oila a'zolaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Negaki ekmaydan boshlab 100 minglab nafaqaxo'rlarning bank kartalari bloklanishi mumkin. Adashmadingiz, bloklanishi va bu nafaqaxo'rlar o'z pensiya pullariga kirish imkoniyatini yo'qotishlari mumkin. Bu katta muammo, shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib borsin. Muammoning mohiyati. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab o'taylik. An'anaviy tarzda bizning keksa avlod vakillari o'z pensiyalarini turli yo'llar bilan olishardi. Kimdir pochta bo'limidan naqd pulda, kimdir bank kassalaridan, ko'pchilik esa bank kartalari orqali. Bank kartasi eng qulay usul bo'lib, pul bevosita hisobingizga tushadi va siz uni istagan vaqtingizda ishlatishingiz mumkin. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar bank kartalarini faqatgina pensiya tushganda pul yechib olish uchun ishlatishardi, qolgan paytda esa shunchaki hamyonda turardi. Ba'zilar esa kartaga pul tushsa ham uni umuman ishlatmay, faqat naqd pulda olardi. Bu odatiy holat edi va ko'pchilik hech qanday muammosiz o'z pensiyasini olib kelgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. Davlatimiz miqyosida moliyaviy tizimda shaffoflikni oshirish, mablag'larning maqsadli ishlatilishini nazorat qilish va nofaol hisob varaqlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida yangi tartib joriy etilmoqda. Aslida bu tartib har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ma'lumotlari haqida mavjudligini va ular pensiyaga oluvchi shaxs ekanligini tasdiqlashga qaratilgan. Afsuski, amaliyotda vafot etgan shaxslarning nomiga pensiyalar olinishi yoki bir shaxsning bir nechta kartalardan foydalanib ularning faolligini nazorat qilish qiyinligi kabi holatlar uchraydi. Shuningdek, ma'lumotlar bazalaridagi eskirgan ma'lumotlarni yangilash ham bu jarayonning asosiy sabablaridan biridir. Endi esa banklar va pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni muntazam ravishda tekshirib boradi va agar sizning kartangiz ma'lum mezonlarga javob bermasa, u avtomatik ravishda bloklanadi. Bu shuni anglatadiki, siz kartangizdagi pullarga kira olmaysiz va keyingi pensiya to'lovlari ham ushbu kartaga tushmaydi. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy va byurokratik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Batafsil tahlil so'sh. Bu vaziyatda nimalarni bilishingiz kerak? Kim savotirlanishi lozim va kimga savotirlanishning hojati yo'q? Keling, har bir jihatni juda batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa kartaning bloklanishiga sabab bo'luvchi mezonlar. Eng keng tarqalgan sabab bu kartaning uzoq vaqt davomida faol emasligi. Ko'plab banklar va pensiya jamg'armasi endi bir yil yoki undan ko'proq muddat davomida hech qanday tranzaksiya amalga oshirilmagan kartalarni nofaol deb hisoblaydi. Bu nofaol degani shuki, siz bu kartadan biror marta pul yechmagansiz, to'lov qilmagansiz, hatto balansini ham tekshirmagansiz. Masalan, agar sizning kartangizga har oy pensiya tushsa ham, siz uni hech qachon ishlatmasdan har safar pochta orqali naqd pulda olib kelsangiz, bu kartangiz qisov ostida. Kartani faol saqlash uchun kamida biror marta mayda xarid qiling, uyali aloqa operatoringiz balansini to'ldiring yoki shunchaki bankomatdan pul yechib oling. Hatto oddiy balans so'rovi ham ba'zi hollarda kartaning faolligini saqlab qolishga yordam beradi. Banklar muntazam ravishda kartalarning tranzaksiya tarixini tekshiradi va belgilangan muddat ichida harakat bo'lmagan kartalarni avtomatik ro'yxatga oladi. Ikkinchi sabab shaxsiy ma'lumotlarning eskirganligi yoki yangilanmaganligi. Hozirgi kunda aksariyat fuqarolarimiz pasportlarini ID kartalarga almashtirmoqda. Agar siz ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, lekin bu haqda bankni yoki pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlar magiz bazada eskirgan hisoblanadi. Bank tizimlari avtomatik ravishda eski pasport ma'lumotlari bilan ishlayotgan hisob varaqlar va kartalarni aniqlaydi. Bunday holatda bank siz bilan bog'lana olmasa, kartangizni bloklashi mumkin. Shuningdek, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin uni bankka yangilashni unutgansiz. Bank sizga SMS orqali ogohlantirishlar yubora olmasligi sababli bu ham bloklashga olib kelishi mumkin. Banklar va pensiya jamg'armasining axborot tizimlari MIB, Majburiy ijro byurosi va DXM davlat xizmatlari markazlari bilan integratsiya qilingan bo'lsa-da, ba'zida ma'lumotlar bazalarida nomuvofiqliklar yuzaga keladi.
Bu esa fuqaroning o'z ma'lumotlarini shaxsan tasdiqlashini talab qiladi. Uchinchi sabab guruhga mansub ba'zi kartalarning, masalan, eski to'lov tizimlariga ega kartalarning yangi standartlarga o'tkazilishi. Ba'zan banklar eski turdagi plastik kartalarni xavfsizlik sababli yangilashga majbur bo'ladi. Masalan, magnit lentali kartalar chip kontaktli kartalarga almashtirilishi mumkin. Agar sizga shu kabi yangilash taklifi kelgan bo'lsa, siz uni e'tiborsiz qoldirgan bo'lsangiz, kartangiz avtomatik ravishda bloklanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, eskirgan teknologiyaga ega kartalar endi tizim tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi va yangilanishi shart. So'sh kimlar savotirlanishi kerak? 1. Kartasidan kamdan-kam hollarda foydalanadigan nafaqaxo'rlar. Agar siz pensiyani har doim naqd pulda olishga odatlangan bo'lsangiz va kartangizdan pul o'tkazish, to'lov kelish yoki hatto balans tekshirish uchun foydalanmasangiz, siz birinchi saf guruhidasiz. Ayniqsa qishloq joylarda yashovchi elektron to'lovlarga o'rganmagan keksa kishilar uchun yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan, ammo bu haqda bankiga xabar bermagan shaxslar. Yangi ID karta joriy etilganidan buyon bu muammo juda ko'paydi. Banklar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini doimiy ravishda yangilab borishlari kerak. Telefon raqamini o'zgartirgan, lekin bankdagi ma'lumotlarini yangilamagan nafaqaxo'rlar. Bank siz bilan bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lmasa, bu xavfli vaziyat. Chunki banklar har qanday o'zgarish yoki muammo haqida avvalo telefon orqali ogohlantiradi. 4. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, pensiyangizni olsangiz, lekin doimiy ravishda chet elda yashasangiz va o'z yashash holatingizni tasdiqlab turmasangiz, kartangiz bloklanishi mumkin. Ba'zi davlatlar nafaqaxo'rning har yili shaxsiy mavjudligini tasdiqlashini talab qiladi. Bu fuqaroning tirikligini va pensiyaga haqli ekanligini tasdiqlash uchun muhimdir. 5. Bir nechta bank kartalariga ega bo'lgan va ulardan birini yoki bir nechtasini faol ishlatmaydigan shaxslar. Ba'zilarning turli banklarda bir nechta kartalari bo'ladi, ularning ba'zilari esa e'tibordan chetda qolib nofaol holga keladi. Endi esa kimlarga savotirlanishning hojati yo'q. O'zbank kartasidan muntazam ravishda foydalanadigan nafaqaxo'rlar. Agar siz doimiy ravishda kartangiz orqali to'lovlar qilsangiz, xarid qilsangiz, kommunal to'lovlarni to'lasangiz yoki bankomatdan pul yechib tursangiz, sizning kartangiz faol hisoblanadi va bloklanish ehtimoli juda kam. Har oyda kamida bir marta amalga oshirilgan har qanday tranzaksiya kartaning faolligini saqlaydi. 2. Yaqinda o'z ma'lumotlarini, masalan, ID karta ma'lumotlarini bankda yangilagan shaxslar, bu guruhdagi nafaqaxo'rlar o'z vaqtida chora ko'rganlari uchun sotirjam bo'lishlari mumkin. 3. Bankdan muntazam SMS xabarnomalar oladigan va ularga e'tibor beradigan nafaqaxo'rlar. Bu shuni ko'rsatadiki, ularning telefon raqami bank tizimida to'g'ri ko'rsatilgan va ular bank bilan aloqada. 4. Jismoniy mavjudligi har doim tasdiqlangan va pensiya olishga to'liq haqli. Bo'g'alagasa gannan desam das sha'andaza kazakasla lavasubtarsar. Agar siz doimiy ravishda O'zbekistonda yashasangiz va pensiya jamg'armasi uchun barcha ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda muammo bo'lmasligi kerak. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol, Oysha buvi 80 yoshida Buxoro viloyatida yashaydi. U nafaqasini har oyda pochta orqali naqd pulda olishni afzal ko'radi, chunki bankka borishga qiynaladi va uyiga pochta sodimi olib kelib beradi. Bank kartasi bor, lekin uni oksirgi 2 yilda biror marta ham ishlatmagan. Hatto biror kichik xarid yoki kommunal to'lovni ham karta orqali amalga oshirmagan. Uning kartasiga har oy 850 so'm pensiya tushadi, ammo bu pul kartada yigilib turibdi, chunki u uni ishlatmaydi. 20 oydan boshlab uning kartasi nofaol deb topilib avtomatik ravishda bloklanadi. Bu degani u kartasidagi pullarni ololmaydi va keyingi oylardagi pensiyalari ham bu kartaga tushmaydi. Bu esa uning uchun katta noqulaylik, chunki u endi bankka borib muammoni hal qilishi kerak bo'ladi. Bu esa uning yoshi va sog'ligiga to'g'ri kelmaydigan jarayon. Misolda Toshkent shahrida yashovchi Ahmad aka 65 yoshda. U yaqinda eski pasportini yangi ID kartaga almashtirdi. Bankdan unga ma'lumotlarini yangilash kerakligi haqida bir necha bor SMS xabarnomalar kelgan, lekin u ularga e'tibor bermagan, chunki bu muhim emas deb o'ylagan. Ahmad aka pensiyasini kartadan har oy faol ishlatadi, to'qinda to'lov qiladi. Kommunal
to'lovlarni to'laydi. Ammo uning ma'lumotlari bazada eskirgan. At maydan keyin uning kartasi bloklanishi mumkin. Chunki bank tizimi uning shaxsiy ma'lumotlari haqiqiy emas deb hisoblaydi. Garchi u kartasidan foydalansa-da ma'lumotlardagi nomuvofiqlik tufayli muammoga duch keladi. Uning vaqt bin so'm pensiyasi vaqtincha muzlab qolishi mumkin. Bu esa uning kunlik xarajatlari uchun jiddiy to'siq bo'ladi. Misol Tich. Samarqand viloyatidan Dilshod Oppa. 7 yoshda. Uning kartasi bor va u pensiyasini har oy bemalol ishlatadi. Farzandlari uning kartasiga qo'shimcha mablag' o'tkazib turishadi. Va esa internet banking orqali nabiralariga sovg'alar, buyurtma beradi. Do'konda to'lov qiladi. Yaqinda ID kartaga o'tganda bankka borib ma'lumotlarini darhol yangilab kelgan. Uning telefon raqami ham doim faol va bank bilan aloqada. Har qanday xabarnomani o'z vaqtida oladi va ularga amal qiladi. Dilshod opaning kartasi hech qanday xavf ostida emas. Uning nasab char so'm pensiyasi har oy o'z vaqtida hech qanday to'siqlarsiz unga yetib boradi va uni erkin ishlatishi mumkin. Bu holatda Dilshod opa umuman savotir olmasa ham bo'ladi, chunki u barcha choralarni o'z vaqtida ko'rgan. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoida va tartibda bo'lgani kabi. Bu yangi tizimda ham o'z istisnolari e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlari va noaniq jihatlari mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Istisnolar. Faraz qiling, nafaqat shuur kasalligi tufayli to'shakda yotib qolgan va bankka bora olmaydi. Bunday holatlarda nima bo'ladi? Yoki biror sabab bilan uzoq muddat chet elda davolanayotgan bo'lsa, bu yerda ba'zi istisnolar ko'zda tutilgan. Tamakkiri tendi matchayi ali pama chintatana pastamma tattan kalimat tatta. Alohida holatlar, agar nafaqaxo'rning sog'ligi yomonligi sababli bankka bora olmasligi rasman tasdiqlangan bo'lsa, masalan tibbiy ma'lumotnoma bilan bank yoki pensiya jamg'armasi xodimlari fuqaroning yashash joyiga borib ma'lumotlarni joyida yangilash yoki kartani bo'yicha yordam ko'rsatishi mumkin. Biroq bu jarayon biroz vaqt talab qilishi va ko'proq hujjatlashtirish talab qilishi mumkin. Shuning uchun imkon boricha oldindan choralar ko'rish muhim. Chunki bunday maxsus xizmatlar uchun navbatlar yuzaga kelishi yoki ma'muriy resurslar cheklangan bo'lishi mumkin. Itu ishonchli vakil, nafaqaxo'r o'z nomidan ish yurita oladigan ishonchli vakilga, masalan farzandi yoki nabirasiga notarial tartibda ishonchnoma bergan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda vakil nafaqaxo'rning nomidan bankka borib ma'lumotlarini yangilash yoki kartani faollashtirish masalalarini hal qilishi mumkin. Ammo ishonchnomaning amal qilish muddati va unda ko'rsatilgan vakolatlar diqqat bilan tekshiriladi. Faqatgina pensiya olish yoki kartani boshqarishga doir aniq vakolatlar ko'rsatilgan ishonchnoma qabul qilinadi. Ting chet elda bo'lganlar, chet elda bo'lgan nafaqaxo'rlar chovat shopashon annekinda agar ular elchixona yoki konsullik orqali o'z mavjudligini tasdiqlagan bo'lsa, ma'lum bir muddatga kartaning bloklanishi kechiktirilishi mumkin. Buning uchun tegishli hujjatlarni O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari orqali pensiya jamg'armasiga yuborish kerak bo'ladi. Lekin bu holat ham pensiya jamg'armasi tomonidan aniq qoidalar bilan belgilangan bo'lishi shart. Bularning barchasi qog'ozda yaxshi ko'rinsa-da, amalda ko'pincha murakkabliklar tug'diradi. Shuning uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish eng yaxshi yechimdir. Tuzoqlar. Bu vaziyatdan firibgarlar ham foydalanishga urinishi mumkin. Eng katta tuzoq bu firibgar telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlar. Bir kartangiz bloklandi, aktivlashtirish uchun SMS kodni yuboring yoki biz bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Kartangizni blokirovkalashni bekor qilish uchun karta raqamingizni amal qilish muddatini va orqasidagi 3 sonali CVV kodini ayting kabi qo'ng'iroqlarga aslo ishonmang. Hech bir bank xodimi sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Bu ma'lumotlar firibgarlar uchun sizning hisobingizdan pul yechib olish uchun kalit hisoblanadi. Agar sizga shunday qo'ng'iroq kelsa,
darhol aloqani o'zing va o'z bankingizning rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Rasmiy bank raqamlari har doim bankning veb-saytida yoki karta orqasida ko'rsatilgan bo'ladi. Panika va shov-shuv etmaydan keyin banklarda va pensiya jamg'armalarida navbatlar ko'payishi mumkin. Odatiy vaziyatdan chetga chiqmaslik uchun iloji boricha tezroq, ammo shoshmasdan harakat qiling. Navbatda turganingizda ham ehtiyot bo'ling. Begona shaxslarga kartangizni yoki hujjatlaringizni bermang. Atrofingizdagi shaxslar sizning ma'lumotlaringizni o'g'irlashga urinishi mumkin. Tunch. Rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Ba'zi nafaqaxo'rlar o'z telefon raqamlarini o'zgartirib, bankka xabar bermaydilar. Natijada bankdan keladigan ogohlantiruvchi SMS xabarnomalarini yoki qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaydilar. Bu kichik bir e'tiborsizlik katta muammolarga olib kelishi mumkin, chunki siz muhim ma'lumotlardan bexabar qolasiz. Noaniq jihatlar. Kartaning bloklanishi va hisob varaqning muzlatilishi o'rtasidagi farqni tushunish juda muhim. Karta bloklanishi bu shunchaki plastik kartaning o'zini ishlatish imkoniyati yo'q qolishi. Siz bu karta orqali to'lov qila olmaysiz, pul yechib olmaysiz, ammo kartaga bog'langan bank hisob varaqlardagi mablag'lar saqlanib qoladi. Siz bank kassasiga pasportingiz bilan borib, hisobingizdagi pullarni naqd pulda olishingiz yoki yangi karta ochtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu vaziyat ancha yengilroq, chunki siz o'z pulingizga to'liq kirish imkoniyatini yo'qotmaysiz, faqatgina uni ishlatish usuli cheklanadi. Hisob varaqning muzlatilishi. Bu esa jiddiyroq muammo. Agar pensiya jamg'armasi shaxsning mavjudligiga shubha qilsa yoki jiddiy ma'lumotlar nomuvofiqligi aniqlansa, u hisob varaqni to'liq muzlatib qo'yishi mumkin. Bunday holda siz na bank kassasidan na boshqa yo'l bilan pulingizni olaysiz. Hisob varaqni muzdan chiqarish uchun pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, barcha zaruriy hujjatlarni taqdim etishingiz va vaziyatni tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin va pulingizga kirish imkoniyatini to'liq yo'qotganingiz sababli sizga katta moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin. Bloklash tashabbusi kimdan chiqqanini aniqlash ham muhim. Bankdanmi yoki pensiya jamg'armasidanmi? Agar bank kartaning nofaolligi yoki ma'lumotlar yangilanmaganligi sababli bloklagan bo'lsa, masalani bankda hal qilish mumkin. Ammo agar pensiya jamg'armasi o'z ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar tufayli pensiya to'lovlarini to'xtatgan bo'lsa, u holda pensiya jamg'armasining o'ziga murojaat qilish zarur bo'ladi. Bu farqni tushunish sizga vaqtni tejashga yordam beradi, chunki siz to'g'ri organga murojaat qilasiz. Amaliy maslahatlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Kartangiz bloklanishining oldini olish uchun nima qilishingiz kerak va agar u baribir bloklansa, vaziyatni qanday hal qilish lozim? Itmayga qadar qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Bir, kartangiz faolligini tekshiring. Hozirda yo'q kartangizni olib, eng yaqin bankomatga boring yoki mobil ilova orqali hisobingizdagi balansni tekshiring. Agar uzoq vaqtdan beri kartangizdan foydalanmagan bo'lsangiz, mayda miqdorda pul yechib oling. Uyali aloqa balansini to'ldiring yoki do'konda kichik xarid qiling. Karta orqali biror transaksiya amalga oshirish uning faol ekanligini tasdiqlaydi va tizimda bu harakat qayd etiladi. Bu harakat sizni nofaol kartalar ro'yxatidan chiqaradi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Agar siz pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, darhol o'z bankingizga murojaat qiling va yangi ID kartangiz ma'lumotlarini taqdim eting. Bank xodimlari sizning ma'lumotlaringizni tezda yangilab berishadi. Shuningdek, bankka bog'langan telefon raqamingiz ham to'g'ri va sizga tegishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar o'zgargan bo'lsa, uni ham yangilang. Bu juda muhim, chunki bank sizga ogohlantirishlar va muhim xabarlarni aynan shu raqam orqali yuboradi. Telefon raqamingizni bank tizimida to'g'rilash bank bilan aloqani mustahkamlashga yordam beradi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda biron bir savol bo'lsa yoki ma'lumotlaringiz to'g'riligiga shubha qilsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib o'z ma'lumotlaringizni tasdiqlang.
Ba'zan oddiygina so'rov ham kelajakdagi muammolarni oldini olishga yordam beradi. Ulardan o'zingizning pensiya ish haqingiz to'liq va barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligini tekshirishni so'rang. Bu ayniqsa chet elda yashagan yoki uzoq muddat O'zbekistonda bo'lmagan shaxslar uchun dolzarb. Agar kartangiz bir maydan keyin bloklansa, nima qilish kerak? Bir, vahimaga tushmang. Eng avvalo xotirjamlikni saqlang. Bu hal kelib bo'lmaydigan muammo emas, faqatgina vaqt va sabr talab qiladi. Shoshilinch xulosalar chiqarishdan yoki firibgarlarning aldovlariga uchramaslikdan ehtiyot bo'ling. Ikkitu, birinchi navbatda bankka murojaat qiling. Pasportingiz yoki ID kartangiz va pensiya guvohnomangiz bilan o'z bankiyangizning eng yaqin filialiga boring. Bank ksodimiga vaziyatni tushuntiring. Ular sizning kartangiz nega bloklanganini aniqlab berishadi va keyingi qadamlar bo'yicha yo'riq ko'rsatishadi. Ma'lumotlarni yangilash. Agar bloklanish sababi eski pasport ma'lumotlari yoki faol telefon raqami bo'lsa, bankda shu zahot yo'q ma'lumotlaringizni yangilang. Bu odatda ko'p vaqt olmaydi. Ba'zan yangi karta chiqarish taklif qilinishi mumkin. Bu ham odatiy hol va karta almashinuvi tartibi bo'yicha amalga oshiriladi. Naqat karta faolligi bilan bog'liq muammo. Agar karta uzoq muddat faol bo'lmaganligi sababli bloklangan bo'lsa, bank xodimlari sizga uni qayta faollashtirish yoki yangi karta ochishda yordam berishadi. Yangi karta ochishda ma'lum bir muddat talab qilinishi mumkin, odada tinchiti ish kuni. Shuning uchun biroz kutishga to'g'ri keladi. Bu vaqt ichida siz hisobingizdagi pullarni bank kassasidan pasportingiz orqali naqd pulda yechib olishingiz mumkin. Bank pensiya jamg'armasiga murojaat. Agar bank iqtisodiy kartaning bloklanishi pensiya jamg'armasining buyrug'i bilan amalga oshirilganini aytsa, u holda pensiya jamg'armasining yashash joyingizdagi bo'limiga borishingiz kerak bo'ladi. U yerda sizdan vaziyatni tushuntirishingizni va kerakli hujjatlarni taqdim etishingizni so'rashadi. Odatda bu shaxsiy mavjudlikni tasdiqlash yoki ma'lumotlardagi xatolarni tuzatishni o'z ichiga oladi. Ular sizning pensiyangizni to'lashni qayta tiklash uchun barcha zarur choralarni ko'rishadi. Kerakli hujjatlar, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta asl nusxasi. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi tumanditti. Bu sizning pensiya oluvchisi ekanligingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat. Bloklangan bank kartasi agar mavjud bo'lsa, bu kartaga bog'liq muammoni hal qilishda kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda agar sizning nomingizdan boshqa shaxs ish yuritayotgan bo'lsa, notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ishonchnomada aniq qaysi ishlarni bajarishga vakolat berilgani ko'rsatilishi shart. Ariza yozish. Ba'zida bank yoki pensiya jamg'armasi sizdan maxsus shakldagi arizani to'ldirishni talab qilishi mumkin. Bu ariza odatda kartani qayta faollashtirish, ma'lumotlarni yangilash yoki pensiya to'lovlarini qayta tiklash to'g'risida bo'ladi. Bank xodimlari sizga arizani to'g'ri to'ldirishda yordam berishadi. Sizdan faqatgina ma'lumotlaringizni aniq kiritishingiz va imzo chekish so'raladi. Ariza qonuniy jarayonning muhim qismi hisoblanadi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ushbu video orqali sizga vatirmaydan boshlab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammo haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Eng muhimi sabardor bo'lish va o'z vaqtida choralar ko'rish. Kartangizni faol tuting, shaxsiy ma'lumotlaringizni muntazam tekshirib boring va bank yoki pensiya jamg'armasidan keladigan rasmiy sabarnomalarga e'tibor bering. Firibgarlarning tuzog'iga tushmang. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali begona shaxslarga bermang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizning moliyaviy savodxonligingiz va xavfsizligingiz uchun muhim ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Ko'rishguncha.